Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana bugun Qo'shtepa tumanida ikkita stadion bor ekan. Shuni remontiga chaqirishmoqda keldik. Stadionlarimizni asosan liniyalari qo'porilib ketibdi. Bularni o'zimiz chiqardik hozir. Boshqa yangi liniya qo'yamiz. Ko'p joyi qo'porilib ketgani hisobiga yangi o'tib berishga qaror qildik. Keyin mana bu choklar ochilib ketyapti ekan. Choklarni ham qator boshqacha opishtirib chiqiladi. Bunaqa qilib pilisoslab, chiroyli qilib tozalab olinadi. Ko'pchilik stadion egalari o'zlari qilib ham hali ozgina joyligiga o'zimiz qilaveramiz deyshadi, lekin shu tozalashga ozgina bee'tibor bo'lib qolishadi. Agar bu joy yaxshi tozalanmasa, keyingi safar chiqib ketganida qayta yopishtirish imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun iloji boricha yaxshilab tozalash kerak. Mana bu ikkinchi poliyamiz. Ikkinchi poliyamizda ham shu liniya chiqib ketgan. Choklar ochilib ketyapti mana. Xudo xolasa liniyalarni boshqatdan yopishtirib, poliyani bir qator yana taraymiz. Apparatda tarab, chiroyli qilib, rezinkalar sepib sizlarga shularni ham ko'rsatamiz xudo xolasa, tayyor holatini. Kim mana stadionni remont talab bo'lib, rezinkalar ozayib ketgan bo'lsa, xudo xolasa undan keyincha chiroyli qilib, mustahkam qilib beramiz.